Yer tekis deb ishonadigan odamlar bor. Chunki ular yerning dumaloq ekanligini ko'rishmaganda va qaysidir ma'noda biz ham ko'rmaganmiz. Biz o'zi nimalarni bilamiz va bilmaganlarimizni qay darajada qabul qila olamiz. Bu kitobni o'qish uchun geometriyani bilish shart emas. O'zimdan misol. Umuman qiyinchiliksiz barchasini tushunib o'qidim. Va gap aslida geometriya yoki shakllar haqida ham emas. Sening kim bo'lishing oldindan ma'lum. O'zingdan yuqori tabaqaga ko'tarilish ham to'liqligicha ixtiyoringda emas. Bu ikki o'lchamli dunyoda sen yoki uchburchaksan yoki to'rtburchak. Agar omading kulgan bo'lsa, dumaloq. O'zi nimalar bo'lganini bizga kvadrat gapirib beradi. Bechora. Uni qamab qo'yishgan. Ayb o'zida. U xuddiki oqimga qarshi suzdi. Butun boshli jamiyat uchun begona va xavfli bo'lgan fikrni ilgari surdi. To'g'risi hamda siz tasavvur qiling, ikki o'lchamli dunyoda yashayapsiz va sizga umuman balandlik degan tushunchaning o'zi yo'q. Lekin qayerdagi bir kvadrat kelib olib sizga uch o'lchamli dunyo borligini va u yerda balandlik degan narsalar haqida gapirib yotibdi. Shunchaki bu aqlingizga sig'maydi va uni rad etasiz. Yer tekis degan g'oya kulgili tuyuladi. Lekin bir paytlar dumaloq deyish jinoyat hisoblangan. Yassi-yurtdagi qahramonimiz ham o'z jamiyatidagi jinoyatchiga aylandi. Faqat rost gapni gapirib. O'qib ko'ring.